92 markali benzin 13 ming, 95, 16 ming, oyliklarni sentyabrdan bor yo'g'i 7% ga oshishi. Shu sentyabr oyigacha deyarli 1 yil ichida kundalik narsalar necha foizga oshdi? Shu yilning o'tgan 6 oy ichida yoqilg'i shoxobchalarida gaz, benzin uje necha foizga oshdi? Yoqilg'i oshdi degani bu hamma narsani narxi oshdi degani. Ishlab chiqarish, dastavka va hokazo. Dunyodagi global o'zgarishlar biron bir davlatga ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Narx-navolarning oshishiga jumladan shu omillar ham ta'sir qiladi. Shuning uchun siyosatni хотя бы на базовом уровне bilish kerak. Oddiy misol, Yaqin Sharqda yana ziddiyat boshlanyapti. Agar yana urush boshlansa, Hormuz bo'g'ozi yana yopiladi. Dunyoda yana benzinga, gazga defitsit boshlanadi. 92 benzinni bugungi 13 ming so'm narxi bu o'sha orzu bo'lib qoladi. Ukrainani, Rossiyani neft bazalariga zarbalari tufayli Rossiyadan benzin kelishi deyarli to'xtadi. Eng ko'p nefti bor Rossiya o'zi Qozog'istondan yoqilg'i so'rayapti. Yaqin Sharqda Eron, Isroil aks ziddiyati, Yevropada Rossiya, Ukraina ziddiyati kuchayib boraversa, dragotsenniy metal, ya'ni noyob metal, oltin, platina, palladium va hokazo metallarni narxi oshib boraveradi. Chunki metaldan qurol yasaladi. Urush bo'layotgan joyda qurolga ehtiyoj oshadi. Va hokazo. Biza dunyoga ochiq. Shu global dunyoni bir parchasi biza. Siyosatga aralashma. Bu xavfli degan eski stereotipni miyadan olib tashlash kerak. Siyosiy tafakkurni doim oshirib borish kerak. O'shanda chetdan kelgan biron bir kuch bizani qulog'imizga tepolmaydi. Har xil oqimlarga tortib keta olmaydi. Chunki biza dunyo ishlarini kuzatamiz, tahlil qilib, to'g'ri xulosa qila olamiz. Xulosa qiladigan inson, xulosa qiladigan jamiyat albatta taraqqiyotga yuz tutadi. Siz qanday fikrdasiz?